Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida sotiladigan Damas mashinamiz bor. Bu Damas mashinamizning yili 2012-yil. Mana balon holatlari. Xo'sh, bu Damasimiz sotiladi, sotuvda. Petnolari bor, qirilgan joylari bor, kraska qilingan, o'sha qirilgan joylari kraska qilingan. Yurigani 4 kuruk. O'zlari halor pog'da yurganlar, egalaridan, dehqondan Luboy ustani olib kelib tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Narxi 45 million so'm. Bemalol. Akamiz aytdilar, xohlagan ustalaringizga olib borib ko'rsataman. Mashinaning ishi yo'q. Pul kerak bo'lyapti, sotaman deyaptilar akamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekranda nomerlarni qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Egalaridan bu mashina. Dehqondan o'zlari haydaganlar, boshqa hech kim haydamagan. Halor pog'za 4 kuruk probegi so'mda narxini aytibdilar, 45 million so'm. Qidirib yurganlar bo'lsa, Damas mashinasi arzon variant, yuborib qo'yinglar, tarqatib yuboringlar. Profilimizda yangi bo'lsangizlar, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz.